Tesadüki olay. Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, texnika ishonavandalari. Mana ko'rib turganingizdek bu traktorimiz sotuvda. Hamma joyini rasm oling. Motorlari yaxshi sostavda ochilmagan. Balonlar o'tdi hol. Balonlari o'rta hol. Mana chizili bor. Qaytma oyoqli chizil. Egri oyoq. Egri oyoq 9 ta organi bor chizildi. Keyinda 5 ta, oldida 4 ta. Sostavsi yaxshi traktor. Akkumulyatorlar yonadi. Hamma joy ishlaydi. Narxi traktori. Narxiga kelsak, narxi 30 million. Kelishuvi bor. Ko'ring, havas qiling. Ochilmagan dedingiz mana? Sepkalar ham o'tdi. Bildan bellar ham zavod turgan ekanda. Ha endi qaysi qancha chizili, qancha traktor qancha? Endi addelni traktor bilan sotamiz chizilni. Haddan aytaylik kimda? 30 million deyapmiz. Shunda qanday bo'ladi traktor qancha chizili, qancha bo'ladi? Ha, qancha narxi? Addelni hisob kitob etsak, traktor 22 million bo'lyapti. Aha. Chizil 8 million bo'lyapti. Komplet 30. Komplet 30 million. Asosi nechta alqa mana bir yoqin qani ustoz chiqingdan. Bo'ldi, hozir yoqamiz. Yoqing. Ko'taring. Yo'llar gidolik aka. Öyle.